Tushda ishtanga ko'rishning ta'birlari. Tushda ishtanga ko'rish odatda kuch, mas'uliyat va mehnat ramzi sifatida talqin qilinadi. Ishtangani ko'rish oldingizda jiddiy vazifa yoki sinov turganini, uni yengishga kuchingiz yetishini anglatishi mumkin. Ishtangani bemalol ko'tarish mehnat evaziga muvaffaqiyat va maqsadlarga erishish belgisi sifatida talqin qilinadi. Uni ko'tara olmaslik ortiqcha yuklama yoki qiyinchiliklarni his qilayotganingizni bildirishi mumkin. Mashq qilishni ko'rish o'z ustingizda ishlash, sabr, toqat va intizom natija berishini anglatishi mumkin. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.